Qilib bo'lmaydigan narsani qilib bersak, o'zingiz ham maza qilasiz, klient ham maza qiladi. X5 mashinasini olib qolgan edik, Avtomedo jamoasi bilan nima ishlarni qilib berganimizni qisqacha tanishtirib o'taman. Akalar, bu mashina bizga DTP holatda kelgan edi. Oldi eshigi almashgan. Bunga biza Dubaydan zakaz qilib, rangiga zavod detal taqib berdik. Orqa eshigi almashadigan darajada edi. Mana shu yerda katta teshigi bor edi. Buni argoni svarkada svarkalab, zavod holatiga lokalniy remontini qilib qoldirib berdik. Va bu yerda qo'shimcha ishlari, tomidagi dugasi, eshikning yon atrofidagi xrom elementlari, old oblisovkalari, faralari bilan birga Nike paketda black pianolarni qilib berdik. Remont qilingan joylarni hammasini yana qaytadan burun plyonkalarni ham qilib berdik aka. Akalar, DTP bo'lganda aerobaglar o'tib edi, patololari yirtilib ketgan edi. Bularni polniy remontini qilib, avtotikanni qoraytirib berdik. O'zi seriya rangi edi. Hop, remenlar qotib qolgan edi. Remenlarni ham ishlaydigan qilib, remontlarni qilib berganmiz. Va urilgandan keyin mashinani обязательно cheki yonadi, aerobag yozuvlari chiqib qoladi. Ularni proshivkalarini qilib, o'chirib, stok holatiga olib kelib berdik. Avvalambor akalar, ishinglar tushmasin, ko'chada har xil vaziyat bo'ladi. Agar xizmatingiz kerak bo'lib qolsa, qiziq bo'lib qolsa, bemalol Avtomedoga murojaat qilaverasizlar.